Bugun Mobile Legends'da o'yin taqdirini hal qiladigan 3 ta predmetni qachon va kimga qarshi olish kerakligini tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar video sizga ma'qul kelsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agarda qattan arzon va ishonchli almas xarid qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, eng ishonchlisi bu albatta Uspinbot. Birinchi predmetimiz Chipovnaya Bronya. Bu predmet sizni fizik urindan himoya qiladi. Passivkasi kritik urinni 20% ga kamaytiradi. Sizga berilgan zarbaning 30% qismini dushmanning o'ziga qaytaradi. Qachon olamiz? Agar dushman jamoasida Bruno, Mia yoki Leyla kabi krit bilan uradigan ADKlar bo'lsa, buni olish shart. Ikkinchi predmetimiz Trizubis. Bu vampirizm vashitlarni qisqartiradi. Passivkasi dushmanda vampirizm vashitini 60% ga kamaytiradi. Qachon olamiz? Estes, Ruby, Alpha yoki Esmeralda kabi o'ziga tilmay jon to'ldiradigan geroylar dushmanda bo'lsa, darhol buni olish shart. Uchinchi predmetimiz Zlobniy Rig. Bu zashta yoruvchi predmet hisoblanadi. Passivkasi dushmanda zashtasini 30% ga kesib tashlaydi. Qachon olamiz? Agar dushmanda Tigril, Helos yoki Jirlar bo'lsa, ularni zashtasini yorish uchun olinadi. Telegram kanalimda batafsil statistikasi va aynan qaysi geroylarga qarshi yig'ilishini yozib qo'ydim. O'tib ko'rishinglar mumkin.